Bugungi kunda ChatGPTdan foydalanishning yana bir qulay yo'li bu Microsoft Copilot orqali. Copilot ham xuddi ChatGPT kabi bir xil til modeliga asoslangan, chunki Microsoft OpenAI bilan hamkorlik qiladi va unda ulushga ega. Copilotga ikki xil yo'l bilan kira olasiz. Birinchisi copilot.microsoft.com saytiga kirish orqali, ikkinchisi Microsoft Edge brauzer orqali. U yerda yuqori o'ng burchakda Copilot belgisi bor. Unga bosish orqali Copilotni ishga tushirishingiz mumkin bo'ladi. Edge'dagi Copilot bepul hisoblanadi. Unda faqat ChatGPT funksiyalarini, balki DALL-E orqali rasm yaratish imkonini ham beradi. Eng muhimi, Copilot Microsoft dasturlari bilan integratsiya qilingan. Excel, Word, PowerPoint kabi dasturlarda ham undan foydalanish mumkin. Bu esa albatta ofis ishlarida juda ham foydali va samarali.